O'rtoqlar, statistikaga qaraganda, Yakkasaroy tumani o'zida 1200-1300 dollardan korobkalar bo'layotgan vaqt, Amaslarga esa 1413 dollardan 104 kvadratli 4 xonali xonadon topib qo'yganman. Hop o'rtoqlar, ko'rishingiz mumkin, juda ham ajoyib qilingan xonadonimiz. Bu yoqda zal qismimiz, bu yoqda prixoshka tarafimiz. Prixoshka tarafimiz ham juda ham ajoyib qilingan. Mebel texnikalari bilan, ana endi sizlar bilan общий sanuzel qismimizga o'tamiz. Sanuzel qismimizni ko'rishingiz mumkin, dush variantida qilingan, juda ham ajoyib. Juda ham sifatli. Bu yoqda отдельно hojatxonamiz bor. Hojatxonamiz ham juda ham mehr bilan qilingan. Ana endi kuxnya qismimizga o'tsak, kuxnya qismimiz mebel texnikalar bilan jihozlangan, hamma texnikalar qo'yilgan, yaxshi brendda ishlatilgan, oyoqdagi полностью теплый pol. Eng qiziq tarafi bu yoqda spalnimiz bo'ladi. Ya'ni spalnimiz kattalar yotoqxonasiga o'tib ko'rsatmaslig'i. Kattalar yotoqxonasini ko'rishingiz mumkin, balkon qismimiz bor, o'rtoqlar, oynalarimiz bor, gulxoy emas, juda ham ajoyib qilingan, mebel texnikalar bilan jihozlangan. Ana endi kichkina farzandlarimiz uchun juda ham qulay xonamizga kelamiz. Ko'rishingiz mumkin, ranglari juda ham ajoyib qilingan, farzandlarimizga yoqadigan. Bu yoqda oynamiz bor. Batareyalar qo'yilgan. Hamma narsa sharoit bilan. Prosta kiyim bilan kelib yashasanglar bo'ldi o'rtoqlar. Bu bitta gulxoy xonamiz o'rtoqlar. Gulxoy xonamiz xohlasanglar namozxona yoki garderobni joy yoki bitta azina spalni qilib qo'ysanglar bo'ladi. Endi bu yog'i o'zingizlar xohishingizga qarab o'rtoqlar. O'rtoqlar, informatsiyasiga keladigan bo'lsak, Yakkasaroy tumanida joylashgan Salomatina ko'chasida 104 kvadratli 147 ming dollarga baholanyapti. Agarda shu xonadonimiz kimgadir qiziq bo'lsa, pastda nomer qoldirganman. Sizlar bilan Alixon bo'ldi.